Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Xo'p, bugungi qiladigan videoyimiz biz o'sha tuvakdagi gallan navlarda yerga ham ekkandik. Mana shular yerdagi turgan holatlari bo'yi pakana bo'ladi. Kimdirlar o'sib ketadi deydi. Mana shu holatda bo'ladi. Mana o'sha bardavoy qizillar. Bularda hozir men gullarni kesib tashlayapman. Chunki bu joy bizning uydan sal uzoqroq. Shuning uchun olib ketib qolishmasligi uchun shunday qilib sindirib chiqyapman. Xo'p, bu yoqlar sindirib bo'ldim. Bir nimani aytib qo'y. Mana gul qanaqa ekan deganimda kimdir kommentariyada hamilyon deb yozdi. To'g'ri ekan, hamilyon. Yarmi boshqacha ochilyapti. Shu yerda keskanim ham bor edi. Mana u rang boshqa, sariqroq. Bu rang boshqa bo'lyapti. Lekin chiroyli ekan. Gullari ham ajoyib ekan. Mana buketnilarimizda kesib tashladim. Mana ramashkali sariqlar. Kimga kerak bo'lsa olib ketaversin mana. Buketlar. Mayda bitta qolib ketdi oranjeviycha. Tozalab kesib tashamasa buni egalari olib ketib qoladi. Mana bilmayman nima narsa qoldirib qo'ydim atayni. Buni kesish. Mana bunday qilib sindirib chiqish kerak bularni gulini. Epchillar borda olib ketib qoladi. Mana yana buketni. Mana sariqlar. Trubuchka, bu ham buketni pakana bo'ladi desa kimdir o'sib ketadi deydi. Mana buket yerdagi holat. Mana 5-6 tadan ochilgan. Bunchasi tozalanmagan. Mashlarni yuvish kerak mana. Hammasini kesish kerak bular. Keyingiga o'zimiz ko'chat qilib olamiz bularni. Hamma rangidan bor. Qarang, bitta chiroyli ko'chat. Bu yo'lda bo'yida mol qo'y olib kiradi. Mazasini qochirib qo'yaveradi gullarimizni. Qarang, gulda. Boshqacha emas. Yana mana sinovdan bor. Buni qarang. Buni qarang, kichkinagina. Niholchan. Mana. Juda chiroyli. Mana qarang, mana ham boshqa. Trubuchkalini sarig'im bir qizili. Buni ham tirs tegizdirib qo'yamiz. Mana buketcha. Oqti qavatlisi. Kesish kerak bularni, ayamasdan. Shu olib ketgandan ko'ra o'zimizga kiyimgilar suvlar oqib yotibdi tagida. Hozir suv ham borib ancha ularga yordam bo'ladi. Meni kesib tashadi deydi-da, bolacha beradi keyin. Mana. Urish kerak bular hammasini. Hamilioncha. Shuni ham kesaveramiz. Bu ham ketaveradi. Uni ham nomini gallan qo'yib olamiz, hamilyon deb. Mashlarda ayniqsa kesish kerak. Ko'zi quvontirib yuboradi-da. Keyin buni shayton ol. Guldan ol meni deydi. Keyin olib ketib qoladi, bilmay qoladi.
Ket 3-4 tadan deydi. Voy, mana qo'y yegan taraf boshlandi. Yeb qo'ysa ham ko'klayapti ekan, qaranglar. Ajoyib a? Ketdi. Bu yog'ini bir do'stimizni qo'y yetdi, o'zi kallaklab qo'ygandi. Mana shunday orasida ping-ponglar ham bo'lgan. Shulardan qolgan qutqani. Mana shular katta edi-da, matishnilar. Sariqlar. Mana onam buket qilib qo'yishibdi. Illarda. Mana xamilyonda, manasi boshqa, bunisi boshqa. Mana uni ham uramiz. Mana shu ham juda chiroyli. Ildiz bilan jamoa g'unchani qarang. Bu ham bir bola ekan. Uni Jizzaxlik opa jo'natgandi menga. Jizzaxdan Gulbahor opa Forish tumani. Uramiz hammasini. Ana, ayamasdan kesib tashlab. Qo'y yegandan keyingi g'unchalar. Ildiz bilan chiqarib oldimi? Mana et suqib qo'yamiz. Mana o'tlarning orasida ham bor edi. Bularni ham olib tashladi, mana yotib yerlarda. Keyin globuslar ham o'zimga qoladigan ranglar hammasi. Keyingi yil qidirib o'tirmayman. Ko'proq ekaman keyingi yil nasib qilsa. Mana shu ranglar qoladi. Qolgan ranglar bor. Asosi chiroyli ranglar. Oranjovoy, mana rang mana. Xamilyonda gallanlarni ichida chiqib qolsa gallan deb nom qo'yib olamiz. Globuslarni ichida chiqib qolsa globus deb qo'yib qo'yamiz nomini. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.